Xuloskan bu yerda rozetka bor, bemalol foydalanib ishlatish mumkin. Bu yerda rozetka juda ko'p bo'lar ekan. Mana buni tagida mana ko'rinyapti. Bitta rozetka bilan ключатida bu birani yoqib beradi. Mana tepada turibdi. Bu o'chib turibdi hozir. Mana bu shkafni biz qilganimiz yo'q. Bu shunaqa mana prenslarni qo'yib chiqqanmiz. Mana o'g'illar qo'yilgan, aboylar yopishtirilgan. Buni 2 kishi qildik. Bir armen o'rtog'im bilan. Mana rozetka, bu yerda konditsioner, bitta konditsioner, bu yerda bitta konditsioner spalnida, holda bitta konditsioner. Bu yo'lka shaklida terilgan polimiz. Mana yo'lka shaklida. Juda chiroyli, juda chiroyli. Bu spalni, bu yer xotin uchun mo'ljallangan spalni. Bir-biriga xalaqit qilmaslik uchun отдельно bira qo'yilgan. Bu erkak kishi tomonda o'ziga yarasha tortmasi bor. Bunda ham xuddi shunday bitta rozetka bilan bitta ключатini qo'ygan, ключatini birani yoqib beradi mana. Faqat yorug'lik o'shanga tushadi. Mana bu patologimiz tenivoy patolog deyiladi. Mana bu yerga mana karnes qo'yilgan parda uchun. Buni bugun teshib chiqib, o'zim teshib chiqdim. O'tkazib, bu yerda lampochka bo'ladi. Buni mana bu ключатni ikkinchisi yoqib beradi. Mana bunisi. Mana buni tepaga bossak yonadi, pastga bossak o'chadi. Bu lampochka lustramiz. Bitta lustra shu xonada bor. Bu 3 xil yonadi. Mana bu ikkinchi xili. Qizilroq yonadi, sarg'ishroq yonadi. Mana 3-chi xili, bu yorug'roq bo'ldi. Bu bira xuddi pastdan o'chadi. Endi hozir detskiy xonaga o'tamiz. Mana bu detskiy xonamiz. Mana bu tenivoy patolog. Hozir pryash patolog ko'rsataman. Bu ham xuddi shunday yo'lka shaklida polimiz. Mana o'g'illarimiz chiroyli qo'yilgan. Bu oq emulsiya bo'lgan. Shkaflarimiz qilganimiz yo'q. Tepada 8 ta lampochka qo'yilgan, mana 4 ta. Yorug'i yaxshi. Bu detskiy xona. Bu zalimiz. Bu ham xuddi shunday tenivoy patolog. Bu hojatxona. Dushivoy. Tepa patolog, tenivoy patolog. Bu yerda shkaf mana bittasaga ochiladi. Va yana bir bittasak yopiladi. Bu kir mashina. Mana qanday holatda turibdi. Mana. Yerlar kafil bo'lgan. 45 gradusda kesilgan. Mana o'rtalariga oq urib chiqqanmiz. Bir yopiladi. Отдельно bo'ladi. Bu bir haftadan keyin keladi ekan. Gaplashilgan. Bu tenivoy patolog deyiladi. Mana bu. Mana tenivoy patolog. Bu lampochka yonida. Bu yerda. Bu xona mana. Bu yoq oyna bo'lgan. Mana. Oyna. Tagi ham shunday oyna. Mana. Endi mana bu xonamiz. Mana. Bu yonda. Bu tenivoy patolog. Ko'ryapsizmi? Mana bu общий lampochka yonida. Mana.
Bu yerda bitta konditsionerimiz bor. Bu yerda karniz, yana bitta karniz, холодильник, bu kuxnya, duxovka, plita va mikrovolnovka turadi mana bu yerda. Bu moyka, idishda bog'laydi uchun. Bu yerda kafel. Tepada ham xuddi shunday lampochka qo'yilgan, bu yerdan yonadi. Bular shkaf. Bular mana tortmalar. Bu kuxnya xullas keladi. Bu hol deyiladi. Mana bu yerda televizorga turadi, televizor turadi yani. Ertaga olib kelishar ekan. Mana bu tеневой потолок. Buni chekkasida lampochkasi bor.